20 yildan beri shu mozorda ishlayotgan bo'lsam, mana shu go'ri egalarini hali ko'rmadim. Shu tozalab chiroyli qilib qo'ygan sovuq bo'ladi. Hol usta. Ha, do'stim, tinchlikmi? Shu atrofda ota-onam qabrlari bor edi, topa olmayapman. Anchadan beri safarda yuribmidingiz? Qabrlari esingizdan chiqib ketibdi. Yo'q, safarda emas edim. 7 yil, 8 yil ish bilan bo'lib, xabar ololmadim-da. Ota-onangizni unutishingiz qiyin bo'lmabdi-da. Yuring, ism familiyalarini ayting, topib beraman. Xorbaylar, siz o'rkonmidingiz? Nima xizmat aka? Ota-onam qabrlari bor edi. Anchadan buyon kela olmadim. Pulni beraman, sovib qo'ysangiz. Yuring, xohlasangiz ko'rsating, birlik kelamiz qilamiz. Savobga sherik bo'lasiz. Aka, vaqtim bo'lganda o'zim qiladim. Qaytga necha pul to'lash kerak? Ota-onangizni qabriga shunchalik vaqt topa olmayapsizmi? Yuring, men qat'iy pul to'lash ko'rsataman sizga. Hayotida biz uchun vaqtini ayamagan ota-onamiz, yaqinlarimiz mana shu yerda yotibdi. Sizlar shunchalik vaqtinglar qizg'angan bo'lib qoldinglarmi? Maslahatim, bir kelib xabar olib ko'ringlar.